O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 14-iyundagi PF94-sonli ma'muriy islohotlar doirasida transport sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq Transport vazirligi huzuridagi Transport ilmiy tadqiqot markazi mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasida refrigerator, avtotransport vositalarini SPS bitimi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 1-avgustdagi 213-son qarori bilan tasdiqlangan. Tez buziladigan yuklarni tashishga mo'ljallangan avtotransport vositalarini ko'rikdan o'tkazish tartibi talablariga muvofiqligini ta'minlash maqsadida markazda sinov laboratoriyasi tashkil etilgan. Ekspluatatsiyadagi avtorefrigerator uchun rasmiylashtirilgan hujjatlar, shuningdek, o'z vaqtida xalqaro bitim talablariga muvofiqligini tasdiqlovchi guvohnoma bu sizning transport vositangizni mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Yevropa mamlakatlari chegaralari orqali to'siqlarsiz o'tish imkoniyatidir. Sinovlar muvaffaqiyatli tugagandan so'ng transport vositasi egasiga xalqaro bitimda belgilangan shakldagi ATR sertifikati va muzlatgichning turi va hujjatning amal qilish muddatini ko'rsatadigan guvohnoma beriladi. Murojaat uchun telefon 71 kodi bilan 202 0501, ichki IP 741